Voy aka, mana buni qarang, qimmat pianino dabdala bo'ldi. Past turgan Bentley ham rasvo bo'ldi shekilli. Aka, to'g'risini ayting, pianinoga achiningizmi, Bentley'gami? Men aytaymi aka, men ikkalasiga ham achinmadim. Men mana shu domni to'lagan akalarga achindim. Bilasizmi nimaga? Chunki bu domni 90-yilda qurilgan aka. Na issig'i, na sovug'i ushlab qoladigan bu domlar, bilasizmi aka, plitadan qurilgan. Devori ham ingichka bo'ladi. Yozda yashab bo'lmaydi. Qishda sovib ketasiz. Aka, siz haqiqatan mana shunaqa domni tursangiz, bitta kommentariyada domingiz haqida yozib yuboring. Agar siz domingiz izolyatsiya qilingan bo'lsa, men hech nima deyotganim, lekin juda ham ko'pchilik mana shunaqa domda ham issiqdan, ham sovuqdan ozor chekyapti. Eng asosiysi devorlar muallab ketyapti. Nima qilishni bilishmayapti. Shuning uchun men aka turibman shu yerda. Aka, buni yechimi bor. Ya'ni buni tashqari tarafdan biz bir necha bor izolyatsiya qilib ko'rsatganmiz. Oddiy penoplast bilan aka. Shundan izolyatsiya qilamiz, ustidan shuni bo'yab qo'yamiz. Domingiz rangiga ham ta'sir qilmaydi, bilinmaydi ham. Eng asosiysi siz mazza qilib yashaysiz. Aka, siz shunaqa domda tursangiz, mana izolyatsiyaning yechimini ko'rsating. Agarda siz uy qurmoqchi bo'lsangiz aka, bizda buni yechimi tayyor polistirol blok g'ishtlarimiz ham bor aka. Sastavida penoplast bilan sement aralashgan tayyor g'isht, izolyatsiya ham qiladi, narsa ham qotirsa bo'ladi. Xullas, ham issiqda, ham sovuqda kuningizga yaraydigan shunaqa bloklar bor. Aka, siz bilasizmi? Juda ham ko'p foydali ma'lumotlarni mana shu profildan siz o'tkazib yuborasiz aka. Chunki obuna bo'lmagansiz. Obuna bo'lmasa hali ham ko'rasiz. Aka, ishoning gapimga, uy qursangiz, mana shu izolyatsiya sizni kuningizga, cho'nchagingizga yaraydi. Shuning uchun hoziroq obuna tugmasini bosib qo'yasiz. Shuncha sizga bosh qotirib, shuncha narsani topib beryapti. Orqada operator turibdi, bu yerda men turibman. Aka, bitta like bosib qo'ysangiz, menimcha sizdan hech nima ketmasa kerak. Chunki siz milliy mahsulotni qo'llab-quvvatlayotganda ham sifatiga, ham narxiga ta'sir ko'rsatishni bilasiz aka. Xullas, bizdan kuzatish davom eting aka. Videoga bitta like bosib, aqrashib qo'yasiz. Assalomu alaykum.